Haliyam PUBG o'ynab yuribsizmi? Ertaga katta IT kompaniyaga ishga kira olasiz desam ishonasizmi? Videoni oxirigacha ko'rsangiz buni qanaqa qilib qilishni bilib olasiz. Muslimbek yoshliklaridan PUBG o'ynashni yaxshi ko'rgan ekanlar. Keyinchalik YouTube'da stream qiladigan blogerlarni logotiplari va obloshkalarini ko'rib, ularni qanaqa yasalashiga qiziqib qolibdilar. Shundan keyin bu ishni grafik dizaynerlar qilishini bilib, bu sohaga qiziqishlari uyg'ongan ekan. Bir kuni onalari YouStudy degan o'quv markazida ko'rganlarni aytib, chetga Muslimbekka olib kelibdilar. Betiki sharoitlar ustozlar yoqqaniga grafik dizayn kursiga yozilib, o'rganishni boshlabdilar. Muslimbekdan grafik dizayn sohasini o'rganib, ish topishingizda qanaqa qiyinchiliklar bo'ldi deb so'raganimizda, kursni endi boshlaganimda o'zim frilanserlik qilib pul topishga harakat qildim. Ishni bitirib pul olamagan paytlarim juda ham ko'p bo'ldi. Lekin keyinchalik kursni bitirayotgan paytimiz YouStudy'dagi ustozim katta yordam berdilar. Ulardan ish topish bo'yicha kerakli maslahatlarni olib, kompaniyada stajirovka qilib, yaxshigina portfolio yig'ib oldim. Keyin bo'lsa BTS Express kompaniyasiga grafik dizayner lavozimiga ishga qabul qilishdi dedilar. Agar sizlar ham YouStudy'da IT kurslarini o'qib, keyingi yilda IT kompaniyalarda ishlashni xohlasanglar, unda kommentda plus qoldirib, direktdan raqamlarni yozib yuboringlar.